Dünyadaki her bir insanın bir anısı var. Ama 21. asırdaki özünü Uygur dep meydisiga urup durup yaşavatkan her bir Uygurning özünü to'g'ib cho'ng qilib tarbiyalagan onasidan boshqa mayli u e'tirof qilsin yoki qilmasin, yaxshi ko'rsin yoki ko'rmasin, razı bo'lsin yoki bo'lmasin, Uyg'ur millatining o'rtaq bir onasi bordir. O shundoq bir onadirki, o'z millatiga qilingan adolatsizlik va haqorat uchun mol mulkini, jamiyatidagi o'rni va oilasiga keladigan qiyin xatarga tavakkul qilib, ko'krak kerib oldiga chiqib, adolatsizlikka qarshi kurash qilgan va qilgan qilmishi uchun rohat farog'at turmushidan ayrilib turmada yotgan. O shundoq bir onadirki, turmadan chiqib yana ish boshlagan Uyg'ur millatining dardini dunyoga anglatish uchun kech kunduz harmay talmay, hardim taraldim demay chet ellarda xizmat qilgan shundoq bir onadirki, bolalari va urug' tuqqanlaridan kelgan qayg'uli xabarlar va har tarafdan kelgan tahdidlar oldida qilchi tavirnib qolmay, ozodlik yo'lidagi kurashdan voz kechmay olg'a ilgirlagan. U tavranmas irodasi va chidamchanligi bilan dunyoni hayron qoldirib, Uyg'ur millatining qalbida cho'nqur o'rin olgan va kelgusida yezilmoqchi bo'lgan Uyg'ur yaqinqi zamon tarixining eng oldingi betida Robiya Qodir degan ismi bilan julalanib turadigan sehiy bir tijoratchi, fidokor bir rahbar, tariximizda yashab o'tgan Nozgul va Rizvongulga o'xshash milliy qahramonlarimizning hozirgi ulgusi, shundoqla bola va millat dardida qalbi laxta bo'lib parchalangan barliq jafokash Uyg'ur onalarimizning o'rnakidir. 2018 yili 12 iyul, 12 iyul, İstanbul, Jallat Xanım.